900. 900? Bu max emas, u Pro-ku. Necha pul qilib berasiz? 650 bo'ladimi? Yo'q, undan kam yo'q. 900 dan kamiga bermayman. Chunki o'zim tutganman-da, sira bavaylab turibdi. 16 olgandan keyin uni sotib olman. Nima aybi bor? Aybi yo'q. Ha. Xulosasini tekshirib olsangiz bo'ladi. Hop, prashka berib qo'yibsiz va уже. 86 nechta? 128 talik. Qimmat so'rayapsiz, 650 beraman. Yo'q, lekin. Ha. Nima? O'zi aytolman-ku, o'zim avaylab tutgan telefonimda. Ha. Necha pul qilib berasiz? Oxiri 800. 650 beraman. Yo'q. Shuncha qizdan olyapmiz va shu qattimlik qilmayapti unaqa. Qizga ko'p olib qo'yasiz-ku, qimmat kelib qolyapsiz. Ular endi arzonroq beryapti-da. Ko'rgan bo'lsangiz. Mana beryapman-ku aytganimda. Qarang, tortishmaymiz, 700 beraman. Bering. Simlari, hamma narsasi bormi ishqilib? 800 deyapman oxirida, da. 700 beraman. Bering. Holatiga qarab. O'zi unaqa olmayapti-ku. Zaryadkalari ham bor, original ichidan chiqqan. Shularga olib tushib beraman, xolos. Sizga to'g'ri kelsa olib tushib beraman. Bo'ldi, 700 beraman. 800. 700 beraman. Bering, tortishmang. Yaxshi narx bo'ldi. Narx qaytyapti, 17 chiqdi уже. O'zingizga nimadir telefonlar kerak bo'lsa qilib beramiz, xudo xolasa. Da, shu 17 qiz qo'yib o'shangiz sotib oldim. Bo'ldi. Sizga cho'tka narxlarda qilib beramiz. Bo'ladimi? 700. 14 emas-ku, bu 700 deb tashladingiz. 700 bera olaman. Bersangiz agar. Telefondan ham aytdim 700 deb. Xo'p dedingiz. Kelgandan keyin gapingizdan sakrayapsiz, 900 ga boryapsiz. 700 beraman, bo'ladimi? Mayli, xo'p, Shatbini. Xo'p, mana sim zaryadkalarini ham beraman deyapsizmi? 1 2 3 4 5 6 7. Mana tuturasizmi? Da. Tepada emasmi ishqilib? Pastda. 2 3 4 5 6 7. Beni tekshirib olsam, mana pulingizni sanab olsangiz, Xo'p, bo'ladi. xudo xolasa kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib olib ketamiz. Bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ishonamiz sizga. Bo'l. Rahmat kattakon. Xo'p, buni tekshirib olaman. Faqat simini bilan zaryadkasini nima qilamiz? Yuraman, beraman. Olib berasizmi?